Miyani bilasizmi, bittasi aytdi-da. Sherigiz Abbos umuman yoqmaydi, shuni chiqarib yuborish kerak dedi. Ishonmasangiz mana ko'rsatuvni ko'rsangiz bilib olasiz. Qaysi qarindoshingiz u? Qarindosh emas, Sabina degan qiz. Sinfdoshingizmi? Sinfdoshman emas, uni men tanimayman. Aldayapsiz. Yurasiz. Siz unga ataylar bir ism pul berib aytgansiz. Ash gap aytsang, efirga qo'yamiz. Yo'q, haqiqat bu. Mayli. Qarang. Azizlar, bizni mana tomoshabinlarimizga emas, biz ani Oyna jahon orqali emas, ya'ni o'g'izga. Mayli. Bizni YouTube'dan Sizni hayolingiz nimaga yana qizda bo'lyapti? Abbos, hayolingiz hozir ko'rsatuvda bo'lishi kerak. O'zir, kallam chaqirib ketdi. Bizni YouTube'dan ko'rayotganlar, iltimos yozib qoldiringlar. Men ko'rsatuvdan ketayman. Agarda 50 tadan ko'p haq ketsin degan ovoz yig'ilsa, fayda ham ketaman. Gap qilyapsiz yana. Yo'q. Yana mashhur bo'lishni xohlayapsizmi? Agar shunaqa deysa men ketaman. Instagramda ko'rsatganlar. Agar Abbos ketsin deb yozsanglar, ko'rsatuvdan ketaman. Bo'ldi, hammasiga men yozaman. Ketsin. Kimdagi dushmanlarim, men bilmagan bilganlarim. 50 ta bo'lib ketasiz. Men deymiz. Ketishimni sog'indi kimlar. Azizlar. Oho. Bugunchalik ko'rsatuvdan xayrlashamiz. Agar mabodo 50 tadan ko'p kommentariy kelsa, keyin ko'rsatuvda fayrna o'ziga yangi boshlaymiz. Anig'i? 1 2 3. Bunchalar zo'rsan. O'zim yopib qo'yaverayman mikrofonni. Mayli, yaxshi aytib oling. Hop.